Bugun sizlar bilan shunaqa og'izda eriydigan shirinlik tayyorlaymiz. Hayit bayramga nima qilsam ekan deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, mana shu shirinlik siz tanlovingiz. Qaynona oyijoningizga ham dasturxonga qilib bersangiz bormi? Buni kesilishini qaranglar, og'izda erib ketadi. Yarim litr qatiqga 1 osh qoshiq chaynak soda, ozgina razrixitel qo'shib chekkaga olib qo'yamiz. Quruq idishimizga 6 ta tuxumni chaqib, 2,5 stakan shakar qo'shamiz. Birinchi vinchikda aralashtirdim, yaxshi shakar ermagani uchun mikserda aylantirib oldim. Keyin boyagi chekkaga olib qo'ygan qatig'imizni qo'shamiz. Uni orqasidan 1 stakan yog' bilan 5 osh qoshiq kakao qo'shamiz. Umumiy 300 stakan un qo'shiladi, lekin birdaniga sovormaymiz. 1 stakandan qo'shib, ozgina aralashtirib olib, qolgan 2-3 stakandagi unlarni qo'shib, shunaqa suyuq massa qilib olamiz. Menda kattaroq biskvit qolib bo'lmagani uchun 2 ga bo'lib pishirdim. Birinchisini shunaqa yumaloq qolibdi, ikkinchisini oddiy gaz listida pishirib oldim. Tayyor bo'lgan piroglarni yumalog'ini 3 ga, to'rtburchagida 2 ga bo'lib oldim. Piroglarimiz soviguncha krem tayyorlab oldim. 300 gram xona haroratidagi saryog'iga 200 gram sug'ushonka va yarim kilo varyonli sug'ushonka qo'shib krem tayyorlab oldim. Agar sug'ushonkalar bo'lmasa, zavorni qilib sovursanglar ham bo'ladi. Bu tortni mehmon kelganda qilib bersanglar bormi, har kelganda duo qilib ketishadi. Shunaqa mayin krem bo'ldi. Endi boyagi ko'rjlarimizni har bir qavatiga ko'pgina solib terib chiqamiz. Yumaloq qolipimdagi 3 qavat, to'rtburchak gaz listidagi 2 qavat bo'ldi. Kremni surtib bo'lganimizdan keyin albatta muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Kremlar yaxshilab qotib olishi uchun. Tayyor bo'lgan bu tortga ustiga xohlaganingizcha xohishga qarab dekor qilsanglar bo'ladi. Kimdir meva xohlaydi, kimdir ganash, kimdir shokolad. Bu ikkinchi ko'rjimiz. Bularni o'rtasidan kesib 2 qavat qilib orasiga kremlarni surtib oldim. Chetlardan chiqqan ko'rjlarni chopper yordamida maydalab oldim. Men o'zim eng oson yo'l bilan bezadim. Varyonli sug'ushonkaga ozgina sut solib suyultirib ustiga quyib chiqdim. Chetlariga ham o'zini maydalangan o'shoqlardan foydalandim. Bittasini o'zimizning uydagilarga, ikkinchisini onajonimga olib bordim. Hammaga yoqimli ishtaha.